Assalomu alaykum hammaga, yana bir bora bugun biz Telegram ijtimoiy tarmog'ida kod bilan bog'liq muammolarni gaplashamiz. Bugun ko'p odamlarda yangi sim karta olganda Telegram kodi kelmaslik holatlari kuzatilmoqda. Masalan, deylik, mana bunday holat. Xullas, kelmay qolyapti. Telegram kodlari har qanday odam birinchi o'chirib operatorga qo'ng'iroq qiladi va vaziyatni bilib berishni, tushuntirishni so'raydi. Aslida esa aloqa operatorlarida emas, vaziyat Telegram ijtimoiy tarmog'ining o'zida bo'lyapti ayni vaqtda. Chunki Telegram yaqinda 1 milliard bo'ldi foydalanuvchilar soni. Bu degani Telegram xohlasa-xohlamasa ham muammolar chiqadi va uni hal qilish uchun 1 milliard odamga javob berish kerak. Muammosini hal qilish uchun. Bu aqldan iloji yo'q. Shuning uchun yangi sim karta olganingizda o'sha Telegram ochilgan bo'lsa, ismlarni o'chirib, ulangan kanallar, guruhlar bo'lsa o'chirib, yozishmalar bo'lsa o'chirib, nol qilib, delete account qilish fikridan qaytishni tavsiya qilamiz. Delete account qilgandan so'ng kod kelmay qolishi mumkin. Telegram kod yubormay qo'yadi, chunki juda ham mijozlar ko'p uni. Va yangi xavfsizlik qoidalari bo'yicha endi delete account qiladigan, delete account qilib Telegramdan voz kechadigan raqam avtomatik qora ro'yxatlanadi va unga kod yuborilmaydi. Kod yubordik, lekin kod yubormaydi. Xullas, mana shunaqangi holat. Agar siz yangi sim karta olganingizda, sizda sim kartangizda Telegram ochilgan bo'lsa, uni delete account qilmang. Shunchaki ismlarni o'chiring, sozlamalarini yangilang, o'zingizda ma'lumotlaringizni kiriting. Agar sizning eski Telegramingizdan yangi Telegramga ko'chirish kerak zaruriyati bo'lsa, delete account qilishni tavsiya qilamiz. Qolgan holatlarda Telegramni delete account qilmang, chunki kod kelmay qolish ehtimoli juda ham katta bo'lyapti. Bu birgina bizda yoki sizda emas.